CSK'ga borardim. Kalamburlar, svechkalar, Afsuslanmaysizmi? sportsmen bor, ko'cha bor, balobatda shunaqa temalar bor-ku. Zo'r o'yinchini ayting. Hech kim seriyozga qaramaydi. Federatsiya bizda ishlaydimi? O'zgarganda, formatlar o'zgarib ketgan. Menga da shunaqa vakolat berishdiki, o'shandagina bilyard populyatsiyani yig'adi. Mayli endi bolalarning ko'ngliga temasin. 90% o'yinchilarimizda disiplina yo'q. Nimaga? Nimaga o'zi uchish kerak? O'zbekistonda to'plarida endi Kibrimi? Kibr. Puldan bo'lsa ham manna qora. Причем bu yerda pul. Menga неудобный соперник. $2000, $3000 yaxshi kiyimlari bor. Aka, здесь моя честь. Assalomu alaykum, bilyard ishqibozlari. Bilyard bu sport loyihasiga ikkinchi sonini Xudo xolasa Jamol aka Qo'chqorovda taklif qilganmiz. Ko'pchilik talablarga binoan kommentariyalarda ko'pchilik yozib qoldirgan ekan, Jamol akani chaqirishimizni. Xudo xolasa bugun qiziqarli savol-javoblar bo'ladi degan umiddaman. Manilim, elatim, oyaginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbegim. Manilim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar u meni kamida qardam. Salomatligi bor, oqibatda og'ritagidagidam odam xotirjam. O'zbegim meni millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdim bo'lib har yon aqli xarobotlar. Devona mashoyix abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajada ulug'lar, balogardonlar. Terani ko'yinon sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim, menim, o'zbegim, millatim, meni gururim. Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomonda Samarqandir bu. Hamma tayyormi bolalar? Ha? Yo'qmi? Boshladik-a unda. Bismillah. Assalomu alaykum Jamol aka. Aka, va alaykum assalom. Podkastimizga xush kelibsiz. Xush ko'rdim. Rosa qiyinchilik bilan bo'ldi. Aytadi-yu, qiyinchilik bilan bo'lgan narsa oxiri yaxshi bo'ladi deydi. Shunaqa. Xudo xolasa. Obunachilarga, bilyard ishqibozlariga rosa bir unumli, bir foydali bo'ladi deb o'ylayman suhbatimiz. Xudo xolasa. Aka, birinchi savolni beraman bo'lmasam, o'zingiz haqingizda bir qisqacha bir ma'lumot berib o'tsangiz. Umumiy yoshingiz nechida? Qayerlisiz? Bilyardga qanaqa qilib kirib kelgansiz? O'sha bir savollar bor, ko'pchilikka qiziq. Shu 85-yilman, 1985. Xudo xolasa bu yil shu 40 nishonlaymiz, yubiley. Yubiley. Bilyardga shu 98-99-yildan beri qiziqib qolganman. Undan oldin qiziqish bo'lmagan. Futbol jinnisi edim. Futbolga borardim. Keyin apinist bo'lib qolganimdan keyin men o'zimizning komandada varata turardim, varatar edim. Основада. Keyin apinist bo'lib qolganimdan keyin shu varatarli polibom chapga, o'ngga prijoklar qilish kerak, qo'rquv bo'lib qolgan. Qanaqadir ham diskomfort bo'lgan. Keyin rahmatli adam o'zlari boksyor bo'lganlar. Kelganlar o'sha borayotgan CSK'ga borardim, Markaziy harbiy sport klubi. Hozir endi bunyodkor bo'lib ketdi. Bu payt CSK edi. O'sha seksiyani o'zing borasan, faqat bolam boksga bor. Mayli endi futbol o'ynab yurasan, xohlasan yana. Ozgina bor o'zing uchun degan. Shu bilan boksga borish boshlaganman. Har kuni trenirovkadan keyin, shu boksdan keyin yarim bolla futbolga, yarimimiz yo bilyard yo tennisga borardik. Bolalar meni pastayanni anaqa urishardi. Ketdi, hadi futbol o'ynab yurasanmi? Yur, bir bilyard ham o'ynaylik deb. Voy, qanaqa o'yin bu? Bilyard ham shu o'yinmi? Endi yosh bola bo'lsam ham fikrlashim shunaqa bo'lganda. Bo'lmaydigan narsa o'tsam, bir marta kir, o'rtoq yur deb. Xullas shu Rustam degan o'rtog'im olib kirgan. Kirdim. Bitta udar qildim, ikkita shart tushib ketdi. Birinchi udaringiz. Keyin ushlashni bilmayman. Keyin o'shandan keyin bir qiziqish paydo bo'ldi. O'sha bilyardniga почти har kuni chiqishni boshladim. Men o'rtog'im bor edi, Sherzod degan. Endi hozir usta bo'lib ketgan. Shu o'zining ustaxonalari bor, balansirovka, mana shunaqa temalar bilan shug'ullanadi. O'sha o'rtog'im hamma ulfatni ichida eng zo'r o'ynagan o'sha edi, o'sha payt. Xullas 6 ta 7 ta sharf o'rib berib tushardi. To'xtab turlaring dedim, cho'ta dedim, nito bo'tdi dedim-da. Sportivniy xarakterni keyin ko'rsatgansiz. Shunaqa. Menda o'zi shunaqa qobiliyat bor edi. Shu настольный tennis ham yaxshi o'ynaganman. Maktabimizda, mahallada razryadniklar ham bor edi, shu qatnashib o'ynaydigan. Payt kelgan, ular ham uje nima deydi, yutolmasdim men. Qanaqadir Allohdan bir 1% bo'lsa ham talant berilgan edi.
Lekin men uni talant deb bilmayman, men uni xarakteri deb o'ylayman. Nimadirga intilish. To'xtab tur dedimda, shu bilyardga keyin chuqur kirishib ketib qoldim. 3 oydan keyin menga o'sha 6-7 ta shar berib yutadigan o'rtoqlarim uje yuta olmasdi. Mana shunaqa darajada tez o'sib ketganman. Lekin unaqa o'sishimga sababchi bir inson bor. U meni akam, endi ancha yil bo'ldi, ko'rishmaymiz, gaplashmaymiz. Birinchi ustozim Shuhrat akam. 79-yil akamlar. Aslamni o'shalarning o'yinini ko'rib, men bilyardga bo'lgan muhabbatim, bilyard qanaqaligini ko'rib, o'sha narsani nima deydi, mehr qo'yib yaxshi ko'rib qolganman. Nima deydi, hozirgi tilda обводной sharli, mana shu fransuzlar, kalamburlar, svechkalar, o'sha vintga bog'liq narsalarni o'sha odamda ko'rib, неужели bu bilyard shunaqa chiroyli, qanaqadir sport ekan deb qiziqish bo'lgan. Endi u akamlar ham yosh bo'lganlar. Bizaga menga qaralaring, menga bitta Xonlight pochka, agar esingizda bo'lsa Xonlight sigareti bo'lardi, o'zimizda yani milliy sigaretlar. Shunaqa olib kelib bersalaring, masalaga o'rgataman derdi. Men rahmatli adamni yaxshi sigaret chakardilar. Marlboro sigaret chakardilar. Qatta turganlarni bilardim-da. Allohning o'zi kechirsa, endi yosh bolamiz. Shu borib bitta emas, ikkita pochka olib, Marlboro sigaretni, aka mana ikkita pochka sigaret, davay, menga o'rgating, u bu deb. Xullas, mana o'sha paytdan shu narsa boshlanganda. Shu narsa boshlanib, shu keyin o'sha yerda o'ynaganman, keyin shu bilyard mahallani o'zida yurishni boshlaganman. U yoqqa, bu yoqqa o'sha основной nima deydi, shu 98-99-yilda o'sha paytdan boshlangan. O'zim tegi Toshkentlikman. Otaxo'li Samarqand darvoza. Keyin algoritmga chiqib ketganmiz, Chilonzor tarafga. Hozir Chilonzordan uzoq ketmaganman. Onamga shu algoritmda qolishgan, men o'zim Chilonzor Oqtepaga, shu sohil bo'yiga ko'chib olganman oilamni. Shu boshlanish shunaqa bo'lgan. 98-yildan beri o'ynaysiz ekanda. Shunaqa. Necha yil bo'lyapti shunda? 20 necha yil bo'ldi? 25 yilmi qancha? Hamma matematikaga bu yerda. 25 yilda примерно staja уже. Suhrobniki bilan bir xil ekan. Suhrobga ham shu savolni berganimda 25 yildan beri o'ynayman degan. Shunaqa примерно hammamiz, mayli yoshimiz katta kichkina bo'lsa ham epoxa bitta-da, chunki o'sha payt bir qiladigan 13 yosh bo'lyapsiz-da siz shunda. 13-12 yoshimdan boshlaganman. 27 yil bo'libdi Alisher. 27 yil. 27-yil ketyapti. Shunaqa. Yana bir 3 yildan keyin 30 yil bo'lar ekan. Staj yaxshi. Shunaqa. Staj shunaqa. Общий staj. Общий staj. Professionalniy staj 2009-yildan boshlangan. 2009. Demak, определённый Suhrobda shu savolni berganda akasi bilyardxona ochgan ekan. Shu sababli kirib qolgan ekan. Siz shunda bilyardga o'tib futbolni polni tashlab yuborganmisiz? Yo'q. Tashlamaganmisiz? Yo'q, futbolga вообще kasal jinni bo'lganman. Sportni tashlamaganman. Yolg'on bo'lmasa 2009-yilgacha sport tashlamaganman. Da futbolni mo'sh unaqa oldindagi o'ynamasdim-ku, lekin umuman sportni tashlamasdim. O'zi futbolga borishingizdan maqsad shu chempionatlarda o'ynab, musobaqalarga qatnashish bo'lganmi? To'g'risini aytsam, Alisher aka, u narsani o'ylamasdim. Menga prosta borgansiz vaqtda. Uyda kasetalar bo'lardi, shu Pele haqida, Maradona haqida, Raykertlar haqida, o'shalarning o'yinini ko'rib, men havas qilib anaqa qilardim. Men bu savolni nimaga berdim sizga? Bilyard sizga futbol karyeringizga xalaqit qilib, futboldan bilyardga o'tib ketmaganmisiz demoqchi bo'ldim. Yo'q, unaqa bo'lmagan. Alisher aka, agar to'g'rirog'i bo'lsa, u payt futbolimizda zo'r bo'lgan, bizani qanaqadir Paxtakor komandamiz bo'lgan, butun dunyo tanigan, bilganman shu bizani futbol yaxshi o'rinda. Lekin ko'pchilikni tushunchasida futbolni budushi yo'q. Nima qilasan, ko'p to'ni ketidan quyilab degan narsalar rosa bo'lgan. Lekin shunga qaramay o'ynayverardim, chunki menga yoqardi, yaxshi ko'rardim. Lekin bilyardni boshlaganimdan keyin ya bo'ldi, bilyard zo'r ekan, futbol bo'lmasa ekan, yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Futbolni ham parallelni olib ketavergansiz. O'zim uchun o'ynab, bu qilib, prosta-da professionalniy o'rinda o'ynamagan. O'zim uchun havosxor qilib. Hozir bilyardga qattiq kirishganingiz uchun yo'q. Xursandsiz. Agar shu oldingi paytga qaytib qolganingizda yana bilyardni tanlarmidingiz? Конечно. Da? Chunki ko'p narsalardan menimcha
Alloh meni yaxshi ko'rsa kerak deb o'ylayman-da. Alloh nazarda tushgan o'sha endi hamma narsani detalni aytolmayman. Endi bilasiz, ko'chada sportsmen bor, ko'cha bor, balobatda shunaqa temalar bor-ku. Rosa ko'p o'rtoqlarim bor. Почти nima deydi, 90% o'sha oldida yurgan bolalar hammasi o'rtoqlar. Oxiri voyda u narsalarni. Oxiri voyda. Siz demoqchi bo'lganingiz qora yo'lga kirib ketish. Balkim shunaqa bo'lib ketadi deb o'ylayman-da. Atrof muhitingiz ko'proq shunaqa bo'lgan siz. Shunaqa, hammasi yaxshi o'zim o'rtoqlarim, действительно menga поддержка qilishgan, payti kelsa pulli taraflama, qanaqadir psixologический поддержка bo'lganda, u narsaga afsuslanmayman. Lekin bilyardni boshlab shu kungacha misol uchun shu hayotim bilyardda o'tganidan afsuslanmayman. Chunki men juda ko'p aka-uka orttirdim, yaxshi insonlar orttirdim. Agar bilyard bo'lmaganda sizniki mana yaxshi inson bilan ham ko'rishib, gaplashib, mana shu podkast qilmayotgan bo'lardi. O'shanga alhamdulillah 1 gram afsuslanmayman. Dunyo kezyapsiz. Конечно. Alloh menga shunaqa sharoit beryapti-da, balkim Yevropaga chiqmayotgandirmiz, chunki u ruskiy bilyard yo'q. No, SNG bo'yicha misol uchun Qozoq, o'tda, hamma yoqda o'rtoqlarim bor. Haqqa bormasam kutib olishadi, kerak bo'lsa uyiga olib kirib mehmon qilishadi. Gostinsiga jo'natmay uyda nima deydi, ko'rpa to'shak qilib, mashta yotgan, mashta anaqa qilgin deyshadi. Men uchun u narsalar bebaho-da Alisher aka. To'g'ri aytyapsiz. Bu narsa isboti bilan, misol biz mana Qirg'izistonga jahon chempionatiga bordik, o'zingiz bilasiz. 1 kunga bo'lsa ham bordik. O'sha yerda sizlar O'zbekiston umumiy shaxsan sizni va O'zbekiston terma jamoasini hurmatini men ko'rdim. Bu qaysidir ma'noda bir plyus. Qanaqadir bir bizni sborniydagi bolalar o'zini hurmatini, sastarani baribir haligi bilinadi bu narsa. Hammasi asobina sizni hurmat qilishar ekan. To'g'ri aytyapsiz buni. Qo'shilaman. Endi Jamolniki keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, top o'yinchilar aka. Bu yerda savollarimiz siz bilan qog'ozga qaramay suhbatlashamiz. Har xil aralash bo'lishi mumkin. Tayyorsiz degan umiddaman. Tayyorman. 5 ta top o'yinchini aytib bersangiz aka. Biz O'zbekistonda. O'zbekistonda top o'yinchi. Nurbek Salomov. 5-o'rindan kelaylik, oxiri 1-o'ringa kelamiz. Hamnaqa narsada Alisher aka, hozir qanaqadir gradatsiya qilib kimdir o'rnini определить qilish noto'g'ri bo'ladi. Chunki hozir men 5 ta aytadigan odamni urovini bir xil. Bir xil. Prosta kimdir momentda psixologически tayyor bo'ladi yutishga, kimdir nimadir kallasida aylanib qoladi, uyda muammo bo'ladi. O'shanga hamma narsa bir-biriga bog'liq narsa-da, o'ynamay qolishi mumkin, yutishi mumkin, yutqizishi mumkin. Tushunarli. 5 ta top o'yinchini ayting bo'lmasa. Nurbek Salomov, Mirzayev Nodir, Zuhriddin Hoshimov, men. Endi men 2 kishini qo'shgan bo'lardim. Ahror bilan Suhrob. Menimcha 6 kishi ekanmiz. Tushunarli. Bo'lmasam sizga sal boshqacharoq beraman savolni. O'zingizdan tashqari bitta top eng zo'r o'yinchini ayting. O'zbekistonda eng siz uchun sizga misol uchun bir zo'r raqiblik ko'rsata oladigan, yo bo'lmasam shu odam chempion mir bo'lsa bo'ladigan degan bir bitta o'yinchini ayting bo'lmasam. Lider qanaqadir bir o'zini haligi psixologически o'zini olib vaziyatdan chiqib ketishi, shunaqa holatlarda haligi преимуществоsi. 2 odam bor-da. Ayting bo'lmasam o'sha 2 ta. 2 odam. Nurbek bilan Mirzayev Nodir. Mirzayev Nodir men shu Qirg'izistonda Jallovotda bo'lgan chempionatda siz Sidorov bilan o'ynayotgan paytingiz Mirzayev Nodir bitta qirg'izistonlik bilan o'ynadi. Ko'proq shuni tomosha qilib qoldik biz. Rostdan shunaqa qiyin vaziyatdan olib chiqib ketdi. Bir haligi bir azartniy o'yin bo'ldi-da. Shunaqa. Lekin xarakter ko'rsatdi o'sha o'yinda. Nodirda bor u narsa. Azaldan bor. Shunaqa. Nodirda bor. Tushunarli. Aka, umumiy o'zi bilyard qayerdan kelib chiqqan? O'zi bu bilyard tarixiga agar nima qiladigan bo'lsak, endi men ko'p
imенно bilyard bo'yicha endi literatura desa yolg'on bo'ladi. Qanaqa informatsiya o'rganib, bu qilishga o'zim uchun mana shunaqa qanaqa savol bo'lib qolsa, qayerdan kelib chiqqan o'qiganman. Konkretniy bitta joyi yo'q. Misol uchun futbol u Angliyadan kelib chiqqan. Angliya uni poytaxti. Tam nimadir boks, tam qayerdadir kim. Misolda judo Yaponiya. Lekin bizani o'sha bilyardni ildizlari asli prosta o'sha osnovasi kelib chiqishi Osiyo. Yo Hindiston, yo Xitoy. To'ppa-to'g'ri aytdingiz. Men siz kelishingizdan oldin Wikipediyaga kirdimda, bilyard to'g'risida. Men nimagadir shu kungacha bilyard bu angliskiy o'yin deb bilardim. Lekin Wikipediyada yozyapti, asli o'zi kelib chiqishi Hindiston yoki Xitoy deb yozyapti-da. Bizani Osiyodan kelib chiqqan. Shunaqa ekan. Lekin bu narsa ommaga chiqishi, haligi распространение bo'lishi bilyardni menimcha Angliyani nimasi kuchli ekan. Shunaqa. Dalcha o'qidim. Misol korollar, haligi nimalar aristokratlarning o'yini bo'lganda, oddiy lut o'ynamagan u narsani. Oddiy xalq o'ynamagan. Nima deydi? U narsa tabu bo'lganda, zapret bo'lgan. Faqat shu qirollar oldida yuradigan, oldidagi yaqinlari, u bular shunaqa insonlar o'ynagan. Shunaqa. Nimaga anu bilyard jentelmenlarda o'yini deyman-da, men ko'pchiligi bilan gaplashsam. Misol mana o'zimizda bilyardxona bor, ishlaymiz shu yerda. Ko'pchilik o'yinchilar keladi, biladigani, bilmaydigani keladi. Qattiq uradi, baqir-chaqir qiladi, bilyard ustida sporlashadi. Keyin men aytaman-da, uni qilmanglar, bu bilyard bu o'zi asli bu jentelmenlarning o'yini. Bu spokойно turib, o'ylanib, suhbat qurib, bu shunaqa o'yin bu deyman-da. Lekin bizda haligi qaysidir ma'noda hali qattiq ursam tushiraman degan bir odamlarda hali stereotip bor, qanaqadir bir shunaqa bir narsa borda. Endi shu narsani nima qilish kerakki, odamlar to'g'ri yondashsa deyman-da shu bilyardga. Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa qilib odamlarga shu narsani yetkazish mumkin? Misol, aka, men mana gapingizni bo'ldim. Shu kungacha nimaga men o'zim решение qabul qildim? Podkast qilib, misol bundan bir foyda ko'rib oladigan daraja emas, o'zi aslida o'zingiz bilasiz. Shu bilyard sohasini odamlarga stereotip deganimizga bu oldin qimor degan narsa kelardi. Bilyard desa to'g'rimi? Bilyard, qimor. Bilyard bu sport deb mana nomladim o'zi. Nima loyihani. Shu narsani misol mana sizlar bilan suhbat qilib, mana Suhrob bir og'iz gapimga yo'q demasdan keldi. Mana siz yo'q demadingiz. Ayrim bilyardchilar o'zi suhbat qurishni yoqtirmaydi ekan. Bir ikkita momentlar bo'ldi. Mayli, endi hammaning o'zini shaxsiy nimasi. Lekin shu maqsad qilganman shu narsani, shu bilyardni ommaga olib chiqish. Bilyard o'zi asli nima bu? Shunaqa narsa. Shunga sizlarda yordam, shunaqa bir momentlarda qanaqadir bir ma'noda yordam berib, bir chempionatlarga bir aytsanglar, bir borib video syomkalar qilamiz Jamolin aka. Umumiy bilyardchilarni O'zbekiston tanish kerak-da. Uski bilyard olamidagi odamlarla taniydi-da. Shunaqa. Misol uchun mana boksyorlarimizni ko'pchilik taniydi. Tadbirkorlarimizni taniyapti podkastlarda. Lekin bilyardni to'ka bilyard olamidagilar taniydi-da. O'shunga bu narsaga fikringiz qanaqa? Qanaqa qilib yana bir yo'li bor bu narsani olib chiqishda? Endi men nazarimda mana bunaqa narsada Alisherga hamma narsa bor-u, tartibdan boshlanadi. Bizani turnirlarda, sanoqli turnirlarda tartib bor-da. Mana Rossiyada, Qozog'larda ko'p bo'lganman. Turnirlarni ko'raman, hamma narsa tartib bilan, vaqt soati bilan. Endi hozir mana sekin-sekin shu narsa kuchga kiryapti. Mana misol lider klubimiz, o'sha o'rtog'im klubi Jasirlik. O'sha LLB anaqaligi stranitsalarga qo'yadi, setkalar bo'ladi, vaqt yoziladi. Oldin unaqa bo'lmagan. Biz musobaqaga borsa, palonchi ekanmi, kutishimiz kerak. Ishdan chiqsalar keyin o'ynaymiz. Nimaga? Ular ham tushunsa bo'ladi. Xuddi shu aytayotganingizdek, bilyardga hech kim seriozga qaramaydi. To'g'ri, yaxshi ko'radi, lekin seriozga qaramaydi. Bilyard, mana shu bilyardda.
Yo'q, o'shaning uchun meni nazarimda bilyardni o'zi umuman fikrni o'zgartirish uchun trenirovkalar o'tkazish kerak. Trenirovkalar, odamlarni yig'ish kerak. Nima deydi endi? Bizning tilda qanaqa uni tushuntirsa bo'ladi? Seminar, oddiy til bilan seminarlar qilish kerak. Mayli, nima deydi? Odamlarni tekinga emas lekin. Alisher aka, chunki men u tajribadan o'tgan narsa odamlarga borib prosta tak bersangiz bor, u narsani qadrlamas ekanda. Jiddiy qabul qilmang. Nimadir vklad qilsa, ham vaqtini, ham resursini vklad qilsa, boshqacha qarashni boshlaydi. Определенный bitta summani определить qilib, kerak bo'lsa shu yerda mana shu sizni bilyardingizdami yoki boshqa bilyardingdan tushuntirib, o'zi bilyard nima, nimaga foyda, bolalarni misol uchun bilyardga olib kelaman desangiz, plus tarafi nimada, nimaga kerak. Hozirgi paytda umuman o'zi bilyardni oladigan bo'lsa, agar ko'rayotgan bo'lsangiz, shu YouTube'lardan, boshqalardan kitayskiy восьмерка juda katta оборот olyapti. Ularni qo'yayotgan prizovoylarni ko'rib, men hayron qoldim. Bunaqa prizovoy qo'ysa bo'lar ekan deydi. 2 million, 1,5 million dollar qo'yishyapti общий призовой fond. Hozirgi momentda bilyardni o'sha aytganimizdek chiroyli qilib ko'rsatib, kerak bo'lsa shu kitayskiy восьмерка, uni budishisi bor-da. Kitayskiy восьмеркani akademiyasini ochibmi yoki bilyardnisini ochib bo'lsa ham odamlarga o'shani qiziqtirish kerak. Ruskiy bilyardni Alisher aka nimaga o'ynaymiz? Yaxshi ko'rganimiz uchun bor. Bundan bu yerda nima deydi? Matematika sizga o'ynamaydi-da, sizga qarshi o'ynaydi. Chunki bitta borib kelishimiz, misol uchun Moskvaga men hozir yaqinda ketyapman jahon chempionatiga. 1,5 million dollar rasxodni. Ha, 1,5 million dollar sponsor yo'q. Lekin bir xillada federatsiya ham yordam qilyapti. O'sha federatsiya to'g'risida aytmoqchi edim. Mana shuni seminarlar o'tkazish kerak deyapsiz. Shu federatsiya bizda ishlaydimi? Shunaqa narsalar umumiyda mana bilyard federatsiya deganda misol mana boks federatsiyasini olaylik. Misol uchun mana boks nimaga bizda dunyoda nomer 1 da, misol любительский boks bo'yicha mana boks bilan shug'ullangan ekansiz, bilasiz. Nomer 1 da necha yildan beri, почти salkam 10 yildan beri birinchilikni bermaydi. Oldin Kuba bo'lgan. Shunaqa. Любительский boksda. Hozir misol mana O'zbekiston bermaydi. Nima deysiz, federatsiya ishlayapti-da. Bizda shu federatsiya birinchi o'chirda federatsiya ishlash kerak deb bilaman men. Undan keyin уже частный уже misol mana bizga o'xshaganlar, misol mana bilyardxona lider dedingiz mana shu narsa o'zi aslida federatsiya ishlash kerak-da. Shu narsani ishlaydimi federatsiya umumiy o'zi aka? Endi Alisher aka, bizda federatsiya yopilganiga ancha yil bo'ldi. 2000-yilmi, 2002-yil yopilganiga. Tugi bilan yopib yuborishgan federatsiyani ayrim sabablarga ko'ra. Zastoy katta bo'lib qolganda, hozir bizning federatsiya oldingi o'sha federatsiyada ishlab kelib, shunga odamlar bo'lsa ham anaqa o'zgarganda, formatlar o'zgarib ketgan. Zamon boshqacha bo'lib qolgan. Imini bilyardga nisbatan. Oldin bunaqa qarashmaganda bilyardga. O'shaning uchun bizning federatsiya hali yosh deb o'ylayman-da. Vaqt kerak Alisher aka. Boksimiz ham men o'zim mana shug'ullanganman-ku. Bilaman, что bizning boksga shu g'opirak xarirdilar. Bolalarni olib boradi. To'g'ri, misol finansiy yondash yaxshi bo'lgan. Shunaqa. Endi federatsiyani finansiy yondashdan ham parallelni yana bir tangani boshqa tomoni ham bo'ladi. O'zi bu savolim sal oxirroq deydi. Hozir prosta gap kelib qolganiga savol beraman. Misol mana chempionatga bordik. Balki men bilmasdirman. Bu savol bu argument emas yo bir tanqid emas. Borganimizda bizdan ko'pchilik 11 nafar sportchi bo'ldi, to'g'rimi? 10 nafar deb bilardim. Keyin Sidorov ham qo'shilgan ekan, 11 ta bo'ldi. Misol Tojikistondan adashmasam bir 2-3 tasila qatnashdi. Tojikistondan ko'proq edi ular. Bizchalik ko'p basida-da. To'g'rimi? Misol 5-6 tadir balki. Lekin federatsiyaning odamlarini ko'rdim men. Tojikistonda federatsiyasining odamlarini ko'rdim. Shu oxirgi biz 1-2 kuni bora olmadik, уже keyingi oxirgi 2 kunlikda bo'ldik-ku biz.
Shunda Tojikistonda bitta bola, hali Arvo bo'yi uzun bola bor ekan Tojikistonda. O'sha bola o'yinida atrofida 2-3 ta federatsiyani odamlar yurganini ko'rdimda, lekin bizda federatsiyadan biron bir kishini ko'rmadim. Yo balki men tanimasdirman. Bo'ldimi? Federatsiyadan birontasi bordimi? Manda. Bitta siz. Endi siz u yerda aka federatsiya siz как участник bo'lgansiz-da. Siz hech qanaqa holatda siz misol uchun u yerda komandniy duh degan narsa bor. Qanaqadir bir organizovanность masalalari bo'yicha siz o'yinga ahamiyat qilishingiz kerak, misol nastroy qilishingiz kerak, chempionatni haligi bu yerdagi ishlarni qila olmaysiz. Menimcha kelish kerak emadi deyman-da. Biron bir kishi. To'g'ri, endi bir qanaqadir tanishish uchun misol uchun federatsiyadan kelib u qilsa bo'lardi, lekin u narsani to'g'ri qabul qilish kerak, chunki bizani federatsiya prezidentimiz Komilov O'tkir aka Tolipyevich o'zlari pensiyaga chiqqan general SMdan chiqqanlar. Shu odamga ham rahmat. Shunchalik vklad qilib federatsiyani ochdilar. Yoshlari katta-da. Bitta o'zlarimi, ha? Ya, men hozir sizga по порядку aytaman. Yoshlari katta. Ularga soliq ham joyida позволять qilmaydi. Xo'p, ularni bizani shu vitse-prezidentimiz Johir ekan. Ular bilyard federatsiyasini o'sha vitse-prezidentlikdan tashqari powerlifting, ya'ni og'ir atletika, o'zlari действующий sportsmenlar. Taekwondoga qaranglar, ITF ham qaysidir biriga. Juda grafiklari загруженныйda. O'shanga kapitan komanda ham bizani o'sha federatsiya nomidan ularga aytishgan. Nimadir savolingiz bo'lsa, Qo'chqorovga обращаться qiling. Menga dal shunaqa vakolat berishdiki, turnir paytida ozgina bizda takoy kichkinagina force major bo'ldi. Kimdirlar jiletkasiga start fabrikasini yopishtirmagan, kimdir yopishtirgan. Start fabrika bilan bizani federatsiyamizda kontrakti bor. Endi xabaringiz bormi, yo'qmi? Kontraktimiz bor. O'sha kontraktida shu narsa обязательствоga kirgan, shu sportsmenlar ko'rsatish kerak bu narsani. Sidorov uspet qila olmadi, o'zini jiletkasi bor. Menga federatsiyadan telefon qilishyapti, aytishyapti. Agar u inson mana sborniga yozdi, agar u narsani xohlamayotgan bo'lsa, oxirgi so'z sendan deyapti. Xohlasang исключить qil sbornidan. Bo'ldi, chempionat miyada qatnashmaydi. Shunaqa joylari ham bo'ldi-da. Men aytdim, yo'q, uni qila olmayman, chunki u necha yillik qadrdan o'rtog'im dedim. Действительно, u chempion mira-da, O'zbekistonning ofitsialniy birinchi jahon chempioni bu Aleksandr Sidorov. 2016-yil yutganda. Uni zaslugasi ham o'sha juda qattiq. Endi aytdim, men sani deb gaplashaman. Sani dedim, agar imkoning bo'lsa, hatto o'ynamayotgan paytda u kim ahrori kimini endi anu jussasidan bir to'g'ri keladi, yo suhrob ekanini kiyib o'ynayman. Bitta-ikkita o'yna, mayli keyin u yog'iga nimadir qilamiz u bo'lsam, yo bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas, lekin bir og'iz yo'q demadi. Endi aytmoqchi bo'layotganim, shu federatsiya bo'lmasa ham shunaqa joylari bo'ldiki, shu federatsiyani o'sha yerda men представлять qildim-da. Ham kapitan komanda, ham o'rtoq, ham federatsiyada, chunki zayavkani kim borishi, kim nima qilishini hammasini men o'zim organizovat qilib federatsiyaga berib, bo'ldi, men boradi, men bormaydi, mana zayavkani ber, u qil, bu qil. Mendan chunki so'rashadi-da, "Xo'p, men buni yozdim, bu действительно topmi? Yaraydimi, yaramaydi bu narsaga?" Yo'q, hammasi men tanlagan bolalar, sformirovchi sborni O'zbekistonning eng zo'rlari. O'shanga men hozirgi paytda ularni bora olmasligini bir qanaqadir ham ayb yoki noto'g'ri deb bilmayman Alisher aka. Chunki bu yerda ham ish ko'p, lekin Xudo xolisa federatsiyamiz kundan kunga оборот olyapti. Shunaqa keyinchalik planlar ham bor. Gaplashilyapti u narsa sportsmenlarga qanaqadir oylik shu poyezdkalarni o'sha ofitsialniy chempionat mira yoki Yevropalarga to'lab berish, u xullas Xudo xolisa nima deydi? Определенный bitta resurs qidirilyapti. Bitta joyda turilmayapti. Ozgina vaqt berish kerak-da Alisher aka. Men to'g'ri bu narsani o'shuning uchun savolni berayotganimda aytdim, bu tanqid emas, bir qaysidir ma'noda balki men bir narsani bilmasdirman, shuning uchun haligi это был вопрос deydi. Biz borganda o'zi biz shoshilib qoldik.
O'zingiz bilasiz, safarga to'g'ri. chiqish hali oson bo'lmaydi. Tushunaman. Hali spontanniy bo'ldi, tezroq ulgurishimiz kerak degan narsa bo'ldi. Bizni shaxsan meni borishimdan maqsad чисто как поддержка bo'ldi-da, o'zi niyatim u yerdan kontent qilib kelish emas, yo bir qanaqadir o'zim uchun bir ochko nabirat qilish emas, просто qanaqadir O'zbekistondan videosyomkadan qanaqadir bir haligi O'zbekiston umuman mana YouTube'da общийda prямой efirlarda bo'ldi-da. Bu narsani shunaqa bir prepodnostить qilish maqsad qilgandim. Borishimizdan kirish muammo bo'ldi. Haligi zaranya endi bizni aybimiz, lekin Suhrob bilgan edi bizni borishimizni. Sizga aytganmi, aytmaganmi bilmayman. Lekin men o'sha narsani qanaqadir bir ma'noda biz o'zi shu yerdan bejik qilib borishimiz kerak edi. Bejiklar qilib O'zbekiston delegatsiyasini podдержка qilgani. Shu bejikka ulgurmadik. Borsak u yerda o'zini bejigi bor ekan. Kirmasdan где-то 1 soatcha tashqarida turib qoldik agar bilgan bo'lsangiz. Siz ham keyin chiqdingiz. Keyin yaxshi nasib qilib kirib ketdik. Demoqchi bo'lganim, shunga o'xshagan narsalar, kamchiliklar yo'q emas, bor. Shu narsani qansidir ma'noda bir organizatorskiy bir shunga bir yondashib qo'yish kerakmikin deb o'ylayman. To'g'ri, lekin Suhrob menga indagani yo'q. Misol uchun agar indaganda, u yerda shu bilyardniyda legenda degan bilyardni shu musobaqa o'tgan joyi, o'sha xo'jayinlari ham, organizatorlari ham hammasi tanish insonlar edi. Men kelishim bilan so'radim srazu. Navoda biz 11 kishimiz, o'rtoqlik kelishi bor, chunki Andijon, Farg'ona yaqin. Podдержка bo'ldi. Aka, muammo yo'q. Necha kishi keladigan bo'lsa, Xudo xolisa hammasiga bejik beramiz, hamma kirib u qiladi. Lekin u narsani minus tarafi mana shunaqa bejik kirgizishmadi. O'zi avvalambor bilyardniydi jahon chempionatini o'tkazish u noto'g'ri narsa Alisher. Bilyardniydi. Arenada bo'lishi kerak. Final bo'lgan shunaqa yerda. Shunaqa. Sport komplekslarida bo'lishi kerak. Svobodniy anaqa bo'lishi kerak, dopust bo'lishi kerak. Odamlar kelib, tomosha qilib, o'shandagina bilyard populyatsiyani yig'adi. Agar zakriti bo'lsa, hop bilyardga qiziqadi, u kirishga sharoit yo'q yoki puli yo'q yoki bejik berishmagan misol uchun nima qiladi? O'girilib ketadi, короче bilyardning deydi, ketib oladi. Yo'q, ko'rsatish kerak u narsani. Ularni bitta qilgan xatosi shu bo'ldi. Ular o'sha sport kompleksida qilish kerak. Endi u yerda nima motiv men bilmayman. Men misol uchun ularni organizatorskiy именно o'sha jahon chempionati bo'lgan organizatorskiy momentlarini plus minuslarni sanash uchun bu gaplarni gapirayotganim yo'q. Balki u bitta minusdir, 10 ta plus ichida. Lekin bilasiz-ku, odamlarga o'sha bitta minus ko'rinib qoladi, 10 ta plus ko'rinmaydi. Shunaqa. Chempionat zo'r o'tdi, bitta shunaqa moment bo'ldi, lekin Suhrob agar menga aka okalik kelyapti podдержкаga bir qanaqadan kichkina syomka qilib bu qilishmoqchi, qo'llab-quvvatlamoqchi deganda, uni men oldindan harakat qilib, o'sha narsa qo'lda bo'lardi. Siz mana bunaqa 1 soat turib, kinderga chiq, bu narsa bo'lmas. O'sha yana borishimizdan o'zi men savolni ma'nosi, mazmuni kapitanskiy, komandniy duh degan narsa bor haligi. Borib, hamma sborniy misol o'sha 10-11 kishi yig'ilib, qanaqadir bir video syomka qilib, haligi bir-birini podдержка qilib, shunaqa xayol qilib borgandim-da. U yerda haligi hamma o'zi bilan o'zi nastroy, kimdir yutgan, kimdir yutqizgan, hamma yayilib, sochilib, u yerda bu yerda bo'lib qoldi-yu. O'zi men shu narsani ko'rdim. Balki undan oldin bo'lganmi, shunaqa momentlarni ko'rib turib aytyapman-da, haligi qaysi ma'noda bu bir foydali bo'ladimi degan ma'noda gapiryapman. Keyingi chempionatlarda haligi misol 10 kishi, 11 kishi yig'ilib, balki sizlarda shunaqa narsa bo'lgandir, bir tayinlangandir sizlar общий bir yerda podдержка bir-biringlarga, shunaqa narsani sezmadim men to'g'risini aytsam borganda. Shuning uchun so'raganim. U narsa bo'lmadi, to'g'ri, siz to'g'ri narsani ko'r, to'g'ri narsani gapiryapsiz. Borligi gapingizni bo'ldim aka, uzr. Misol mana Qirg'izistonda endi balki ular mezbondir, balki shuning uchun shunaqa narsa qilgandir. Qanaqadir haligi bir-biriga shunaqa bir podдержканы sezdim-da men ularda. Haligi bittasi o'ynayotgan bo'lsa, ikkinchisi o'ynab bo'lgan bo'lsa, borib
o'sha yerda turganida ko'rdim. Biznikilar haligi misol uchun siz o'ynayotgan bo'lsangiz kimdir yutkizib qo'ysa, gastinisaga ketib olib, shunga o'xshagan holatlar haligi bir splashonность ko'rmadim. Tushunaman sizni. Endi Alisher aka bu yerda o'sha aytganingizdek tangani ikkita tarafi bor-da. U narsani kak siz aytayotgandek qabul qilsa bo'ladi. Kaki to'g'ri qabul qilsa bo'ladi. Men o'zi aslida men nimani tarafdoriman? Sborniy sformироваться qildimi? Bo'ldi, borgan odamlar tayini. Kerak bo'lsa Samarqanddanmi, Jizzaxdanmi kim kerak bo'lsa 10 kun oldin yoki 12 kun oldin kelib yoki bir hafta oldin kelib zbor qilish kerak. Bir-biri bilan o'ynab, hamma bir-biri bilan har kuni ko'rishuv qilsa, o'sha yerda o'sha splashonist o'sha yerdan boshlanadi. Boshlanadi, to'ppa. To'g'rimi? Men bolalarga aytaman. Kelinglar, mana shunaqa qilinglar, zbor qilinglar, mana o'sha lider Jasur o'rtog'imizga. Bir og'iz o'rtoq, mana shu jahon chempionati tayyorgarlik qilyapmiz. Desa, nechta xohlasanglar stol, mana soat 9 dan 2 gacha stol sizlarniki deb vaqt qilib beradi. Chunki u yerda uni anaqasida bor-da. Возможности bor, bemalol. Yoki o'sha Toshpo'lat o'rtog'imiz bor, uni ham bilyardnisi bor. U ham xuddi shu sharoit qilib beradi-da. Mayli kech payt emas, ertalab kelib trenovka qilish kerak, voqli turib. Bizani mayli endi bolalarni ko'ngliga tegmasin, oldindan uzr so'rayman-u, 90% o'yinchilarimizda disiplina yo'q, tartib yo'q, rejim yo'q. O'shaning uchun jahon chempioni chiqmaydi. To'ppa to'g'ri. O'shini o'zi shu savolim maqsadi shuda. Jamolni aka, siz to'g'ri tushunasiz bu narsani, o'shuning uchun sizga qo'rqmasdan aytyapman bu narsalarni. Bu narsalarda aka men birinchi federatsiyaga burdim-u, lekin bu yerda bitta federatsiyani aybi emas-da o'zi aslida. Har birda zborniydagi sportsmenni bir yondashishi deb bilaman-da bu narsani. Misol uchun team building qilsa bo'ladi zborniydan-da. Misol uchun mana bu yerda ko'p odam yig'ilmaydi, bir prosta internetga chiqariladi. Misol uchun poxod, misol uchun bir toqqa o'sha qanaqadir bir qiziqarli bir narsalarni bir uyushtirish kerak-da bu narsani. Qilish kerak. Sherga aytaman, odamlar ertalab soat 8-9 da turib kelib trenovka qilishga vaqt topolmagan poxodga qatdan vaqt topadi. Tushunasizmi? O'shuning uchun chempion meri yo'q deng. Yo'q-da. Men bolalarga aytaman-da, keladigan shogirdlarimga ham aytaman. Hamma narsa bor-u, mana shu ertalab ko'zingni ochasan-u, maqsad qo'ydingmi, ertalab soat 8 da turaman, bo'ldi, soat 9 da trenovkada bo'laman. O'shandan boshlanadi yutuq. O'sha kichkina yutuq o'shadan boshlanadi. Mayli Nodir zo'r o'ynaydi, Nurbek zo'r o'ynaydi, Suhrob hammamiz zo'r o'ynaymiz. Gap yo'q. Men endi mana Nodir eng uzoq borgani bizdan Sidorov, keyin Nodir bo'ldi. Nodirda shans bor edi polfinalga chiqishga. O'sha misol uchun Valodinni yutishga. Valodinni men birinchi turda, ikkinchi turda yutdim, u Nijniga tushib ketdi, o'sha yerdan ko'tarilib bordi. Lekin Nodir yuta olmadi. Nimaga? Nimaga o'zi yutish kerak u? U adolatdan bo'ladimi? Yo'q. U trenovka qilyaptimi? Yo'q. Mayli o'ynayapti, formasi o'sha, zo'r formasi. Hozir yana 10 ta o'yin misol uchun Valodin bilan o'ynasa, balki Valodin bitta o'yin yuta olmasligi mumkin. Lekin kerakli paytda Valodin yutdi. Chunki u narsani ko'proq zaslujit qildi. Da. To'g'ri. Maqsad nima chempionat miriga borishdan? Prosta o'ynab u bu qilishmi yo chempion miri bo'lishmi? Chempion miri bo'lish kerak bo'lsa, chempion miriga o'xshab trenovka qilish kerak. Bizning sportsmenlar qani hammasini? Qorni chiqqan, semiz, to'g'risida bolalar xafa bo'lmasa, men hammasini yuziga aytaman narsani. Zo'r gaplarni gapiryapsiz. Bu narsadan xafa bo'ladigan narsa emas-da aka bu. Biz bu mavzuni bekorga ko'tarmayapmiz-da. Bizni hozir balki yomon ko'rar, lekin shu narsalarga rioya qilsa aka, maqsad shu titulda, shu chempion mer O'zbekiston birinchi mesdan oladi degan maqsad. Jahon chempioni bo'lsa, avtomatim kimdir qiziqib, voy bolalarimiz chiqayotgan ekan, kim ekan federatsiya, mana bunaqa kelib federatsiyadan so'rab, nima bo'lyapti? Mana o'zidan bolalar shu o'zini hisobidan borib shunaqa darajaga chiqyapti. Agar bularga hozir mayli bu pokoleniya bo'lmasa, keyingi pokoleniyaga vklad qilinsa, mana bunaqa narsa bo'lyapti. To'xtab turlaring, men deb o'sha marta deb chiqadi odamlar. Bilyardda o'sha aytganingizdek stereotip o'zgaradi. O'sha televideniyega chiqadi. Mana Nodir chempion miri bo'ldi, Jamol bo'ldi, tam Zuhriddin yoki Nurbek, неважно, faktor O'zbekistondan. Bilyard namna qo'yin ekan. O'zi boshqacha qarash boshlashadi.
Bizda shu bilyardga desa, men o'zi mana Alisher aka mayli gap keldi deb gapirib olaman. Umuman o'zi bilyardni sigaret chakish ham bor, qonun chiqarib yo'q qo'yadi. Men bolalarga bir xil aytaman-da, bilyardni ochib chaktirma sigaret, kuryubka qilib qo'yatsam qo'rqishadi. Ya odam kelmaydi unda deydi. Kelmasa kelmasin, to'g'risi. Buni o'z matchdan boshidan shu narsani qilish kerak. Что понятие было sport. Da. Hech qanaqa ichkilik, sigaret bo'lish kerak emas. Agar bilsangiz agar bizda shunaqa, mana Bilaman. 1,5 yildan 2 yil Bilaman. bo'ladi yaqinda. Nima bo'ldi? Odamiylik ekanmi? Yo'q, yaxshi. Beradigan Alloh deydi, Alisher aka Albatta. rizq beradigan. Shunaqa. To'g'risi. Siz o'shanga yarasha sababini qilyapsiz, o'shanga yarasha sizga klient beradi. Da. Shunaqa. O'shuning uchun O'shanga to'g'ri aytyapsiz aka. Endi ozgina mavzudan boshqa mavzuga o'tamiz. Bu hop. kirishdik, zo'r bu menga yoqyapti ikkovimiz suhbatimiz. Suhrobda gapini aytib o'tishim kerak. Zo'r gap gapirdi. Borganimda shu ko'rishganimda уже yutqizib nima qilgan ekan. Aytdi-da, hali krik dushi bildimda искренне gapirayotganini. Aka dedi, kuniga 10 soatlab o'ynamaysizmi dedi. 2 soat trenirovka qilmasangiz dedi, u bir tiyin dedi-da. Shunaqa. Men o'zi dedi, o'zim hozir asabim buzilib, o'zim so'kib turibman deb shunaqa dedi. Shuning uchun to'g'ri aytyapsiz. Хотя бы bir 2 soat, 3 soat bir endi Qilish kerak. trenirovka qilish kerak. Keyingi yili chempionat, jahon chempionati bizda bo'ladi deb eshitdim. Shu narsa rostmi? Endi shu narsaga bir siz kapitan komandi bir yaxshiroq bir zaraniya bolalarni yig'ib, bir to'plab trenirovka qilib, bir хотя бы mana Qirg'izistonda o'sha sbornisi eshitishimga qaraganda, rostmi yolg'onmi bilmadim. Bir 2 haftami, 1 oy oldin o'sha bilyardxonaga olib kelib ichiga chiqarmadi deb eshitdim. Federatsiya emas. Federatsiya emas. To'g'rirog'i, o'sha bilyardning egasi, endi ismlari esimda yo'q. Sharoit qilib berdilar bolalarga. Qirg'iziston chempionati ham o'sha yerda bo'ldi, отбор ham bo'ldi. Bolalarga sharoit, проживание, питание hamma narsani qilib berdilar. Faqat mana shu trenirovka qilaring dedilar. Mana rezultat bo'ldi. Rezultat qilishdi, lekin finalda mana Dastan Lepshakov o'ynadi. Aziz Madaminov kim bilan o'ynadi? Polifinalda Полуфинал Володинga yutqizdi-yu. Ну факт. Второе, третье место. Да. Это Qirg'iziston terma jamoasi. Это классный показатель. Вообще zo'r показатель. Mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, unda-da. Bo'ladimi? Конечно. Unda chempion mir bo'ladi. Yo'q, bizda bo'ladimi shu narsa? Xudo xolisa, endi 26-yilgacha hali bor-u. Menimcha shu chempionatga 2 oy qolganda yig'aman bolalarni. Nima deydi, o'rislar aytadi, поставить вопрос ребром. Qatnashmoqchimisan? Отбор bo'ladi. Отборdan o'tdingmi? Xo'sh, выступать как действительно спортсмен, тогда тренируйся как спортсмен. Если нет, всё, до свидания. Mana shunaqa условия bo'ladi. Отбор bo'ldimi o'zi? Mana shu 10 ta Sidirovda hozir keyin qo'shildi deb hisobga olmasak agar, mana 10 ta sportchida отборmi, bir narsa chempionatmi bo'ldimi? Yo, просто chunki unga vaqt ham yetmay qoldi отбор qilishga. Отбор bo'lmadi. Federatsiyamizga rahmat. Menga u narsani, bu mas'uliyatni menga yuklab qo'yishdi. Jamol har holda bizga qaraganda sen sportsmenlarni bilasan kimki mentalniy состояниесini ham, fizический, игровой состояние kimni yig'sang, biz o'sha narsani to'g'ri qabul qilamiz. Bo'ldi. Men ularga familiyalarni ko'rsatdim, ko'rishdi. Jamol, вообще zo'r terma jamoa yig'ibsan. Bunaqasi, lekin действительно O'zbekiston tarixida bunaqa terma jamoa, bunaqa plotniy terma jamoa hech qachon bormagan. 11 kishi, все topovi. Da. Bormagan ular. Top deganingizda shular O'zbekistonda toplarida endi. O'zbekistonda top и ulardan tashqari ikkita o'yinchini mировой topga qo'sha olaman. Siz va Yo'q, men o'zimni qo'shmagan taqdir Nodir bilan Nurbek bitta sharli o'yinda. Ya'ni Moskovskiy, Kamirni piramida o'sha bo'lgan dissiplinani. Svobodniy piramidada в принципе hamma qiladigan ular ishni bizani sportsmenlar ham qila oladi. Stereotip bor, qo'rquv bor. Amerikankani bizni o'sha svobodniy ularga o'xshab o'ynab, ular bilan shans yo'q. Hammasi bilan o'ynab chiqqanman Alisher aka. Da, yutmagandirman. Mana shu televizorda bo'layotgan o'yinam shu Lepshakov bilan bo'layotdi o'yin. Yutqizganman. Lekin men o'zimga vывод qilganman-da. Menda shunaqa-da Alisher aka. Выигрыш, проигрыш bo'ladi, men o'zim kerak narsani olaman. olasiz-da.
Bola bilan o'ynab bo'ladi. Возраст не помеха bor. U yosh va 40 ga chiqdi, 50 ga chiqdi yoki 35 уже o'ynab bo'lmaydi. Yo'q, u noto'g'ri narsa. Просто fizически состояние to'g'rilishi kerak. Конечно, siz 100 kiloli odam bo'lsangiz, qorningiz mana bunday bo'lsa, yani ko'rgan odam to'g'risida choyxonada o'tirgan odam, конечно, unda bo'lmaydi. O'sha narsa aka bizda ozgina kibr emasmi? Bizdagi sportsmenlarda kibr degan narsa bo'lib qolmaganmi haliqa? Visokomeriya. Misol O'zbekistonda o'rinni iskrini gaplashaylik aka. Qanaqadir ma'noda misolda nomer 1 O'zbekistonda mana shu 10-11 kishi yo balki 1-2 3 ta yana qo'shilar. Shu narsa bormi, yo'qmi, nima deb Конечно bor. Bor-a? Конечно. Nimaga aytib bu narsani so'raganim hozir kelib qoldi. Bu savolni berish niyatim yo'q edi. Misol mana Aziz Madaminov uruvinini bilasiz aka. Misol meni top nimam 10 ta yo 5 ta top o'yinchi bo'lsa, bittasi borda, 5 talikda borda meni otsenkamda Aziz Madaminov kuchli o'yinchi deb bilaman. Shu bola bilan borib o'sha Jallovatda 2 minut ozgina vaqtingizni ajrata olasizmi dedim-da endi. Desam, sразу yo'q demadi. Bo'ldi, bemalol без проблем dedi. Deb ozgina suhbat qildik. Uni internetga hali qo'ymadim. Lekin yo'q demadi. Qanaqadir bir odamga meni birinchi marta ko'rishi, sразу hali privet zo'r muomala qildi. Keyin aytdimki, men mana podkast olib boraman dedim. Podkastga chaqirsam kelasanmi dedim-da. Desam, почему нет deyapti-da. Вообще без проблем dedi. Qachon desam, bir 2 oydan keyin qilaylik dedi. Nomerini ber dedim. Bo'lmasam nomerlar обменялись. Shu hozirgacha misol gaplashib, yozishib turibman-da. Lekin o'zimizni sportsmenlarimiz qanaqa bir sastarani qaraganda qaysidir ma'noda bir o'zini pikiga chiqib olib, ashada to'xtab qoldimi degan bir nimam bor-da. Haligi уже дальше zachем degan narsa bor. Nimaga уже men уже bo'ldi shu erishib oldim shu narsaga. Dальше смысла нету degan narsa bormi? Shu narsa bir kibr emasmi yo nima deb o'ylaysiz? Mana bunaqa narsa Alisher aka, kibr uni qanaqadir ham anaqasi bo'lmaydi, gradatsiyasi. По-любому kibrmi? Kibr. No bir xil odamlar u narsani asosnat qilmaydi-da. Bilmagan holda bo'lib qoladi. Bilmagan holda. Mana misol uchun Nurbek o'zimni shogirdim. Men unga endi bir aytdim, dedimki, mashq qilaylik, trenirovka qilaylik. Ozgina vohliroq turki, kerak bo'lsa прогулка qilamiz, bu qilamiz ham. Yoki aytayotgan gapingiz zo'r, lekin men trenirovka qilsam, o'yinim pasayib ketadi. Yo'q edi. Oldin unaqa gap gapirmasdim. Shu men dam olib keyin bitta o'ynasam, ahvod o'sha nabirat qilaman, zo'r o'ynayman, o'shanda men sog'inib o'ynasam zo'r o'ynayman dedim. Bo'pti dedim. Yosh bitta bolaga yutqizdi, o'rus bolaga. Yosh emas, u ham Semyon Zaytsev, chempion mira. U ham chempion mira. Chempion mira yutqizdi. Yo'q, chempion mira yutqizdi. Bo'ldi-da, mana gapi o'yini zo'r. Hozir nima deydi endi bizani подписчиlar ko'rib turgan odamlar noto'g'ri tushunmasin. O'sha kommersiya o'yinlar nimadirlarda bo'ladi-yu. Kommersiya o'yinda Nurbek turib o'ynasa, u bilan 10 marta o'ynasa 8 martasida yutadi. Ko'pchilikni fikri shunaqa-da. Yutqizib qo'yadi-yu. Puldan bo'lsa men mamnaq qilib Qirchon bu yerda pul. Turnirdasan-ku? Turnirda. O'ynayapsanmi, yutqizdingmi? Qo'pol gapir. Всё, успокойся, прими это и подумай. Nimaga yutqizdim? Nimani hisobga yutqizdim? U savollarga hammasiga javob bor. Uning uchun qanaqadir professor yoki nimadir psixolog bo'lish shart emas, Alisher. Arifmetika kerak emas. Yo'q. Qarang, Nurbek bilan Semyon Zaytsev qarang raznicasini. Fizически. Ozg'ingina patyani yigit. Plus minus yoshi bir xil. Mayli, Nurbek hozir 30 ga chiqqan bo'lsa, ani balki 27 dir. Там разница небольшая. U 30 yoshida ham Zaytsev xuddi shu fizически formasida bo'ladi. Bizning sportsmenlar qarang, hammasida qorni bor, boshqa bor. Yo'q, u gap o'zi noto'g'ri edi Alisher aka. Men trenirovka qilsam, o'yinim yo'qolib qoladi. U noto'g'ri narsa. Noto'g'ri narsa. Men mana 40 ga chiqayotgan bo'lsam, haligacha trenirovka qilaman. Meni rostagasim yaqindan taniydigan bolalar, men bilan har kuni ko'rishib, shogirdlarim bor.
Mana Shukur degan ukam bor, shu yerda o'tiribdi, ko'rib turibdi. Botir akam bor, akamlar. Necha yil qadrdonlar-da, mani shu endi boshlagan paytim bilan. Har kuni trenirovka qilayotganimda aytishadi-da, "Sani trenirovka qilayotganingni qaniydi bittasi ko'rib, ana qilsa" derdi. Da. Yo'q, sizni haligi endi odamni o'ziga pluslarini kamdan kam aytaman, lekin sizga aytaman. Siz bizda o'ynaganingizda birinchi mesdan olgansiz. Yo'q, ikkini olgan. Ikkini olgan. Bir Nodir olgan, ha? Juda bir o'zingizni menda o'sha payt bilyardga qanaqadir muhabbatim haligi oshishi siz sababchi bo'lgansiz desam ham bo'ladi. Umuman o'zingizni olib tutishingiz, qanaqadir haligi o'yinga yondashishingiz zo'r nima bo'lgan. Sizni nima o'sha xarakteringizga o'xshatganman. Ahrordi. Ahror ham juda shoshilmasdan, akkuratniy o'ynaganda. O'shanda Nodir Mirzayev bilan kontrava решающий partiyani o'ynashganda 4-4 plus решающийda o'ynab yutqizgan edi. Ahror. Adashmasam. Qolganlari ozgina endi balki men tushunmagandirman, lekin o'sha payt sizlarda manera igri qanaqadir bir ma'noda bir menga bo'lishi mumkin. Kimlarga razmerini bilyard yoqadi, kimlarga atakuющий, kimlarga derski, kimlarga sekin. Endi hammani o'ziga yarasha vkusi bor, tushunchasi bor. U narsani misol uchun bu to'g'ri, bu noto'g'ri deb bo'lmaydi. Nima aytmoqchi o'tganim, по-любому yaxshi o'ynash uchun disiplina-da. Trenirovka boshqa hech qanaqasiga yo'q-da bu. Men rosa ko'p qidirib, qarab, o'zimni rosa ko'p metodlarni isbot qilganman-da. Mana shu o'zimni disiplinировать qilib yurish turishimga, yeyishimga, nima deydi, shu nafsimga qul bo'lmay, qanaqadir qarashni boshlab, ozgina ozib, sal yana sportga qaytib, shu ertalab chiqib, har kuni bo'lmasa ham haftada 1-2 marta probежка qilib, nimadir fizически qanaqadir aktivnost bildirganimdan keyin srazu bo'lmadi. 1 yil o'tdi, 2 yil o'tdi, 3 yil o'tdi, уже sekin o'zgarishni boshladim. Men bilaman, hozir men turaman, mana shu только O'zbekistonda, mana shu мировой arenada ham. Mayli, men svobodniy piramidada konkurensiya ular darajadagi qila olmasman. Bitta sharli o'yinda turaman, men bilaman u narsani, что любой turib diskomfort chust qiladi. Chunki u narsani menga jahon chempionatida o'sha jahon chempioni bo'lgan Nikita Volodin aytdi. Sani deyapti, bu o'yinni tushunishingni deyapti, men turib bildim deyapti. Hali turib o'ynamasimdan oldin sendan davleniyani chust qildim deyapti. Sen svoy urushni boshlading-ku deyapti. Men chempionat mirada ko'pchilikni kuzatdim deyapti. U gap 8 ta urishda emas yoki 2-3 ta partiyasiga qilishda emas. Stabilniy bir xil urayotganingni, именно o'sha proyeksiya bo'yicha urayotganingni men hech kimda ko'rmadim. Meni nazarimda men o'zimga shunaqa prorochit qildimki, kamida Jamol polfinalgacha boradi. Lekin afsus bora olmadim. Endi u ham afsus emas, bu Allohning xohishi. Men u narsani to'g'ri qabul qildim. Meni o'sha именно turnirning nima deydi, putim o'sha Sidorov o'rtog'imda to'xtab qoldi. Lekin ko'p narsani o'sha yerda o'zim uchun o'rganib oldim. Bu ham bir qaysidir ma'noda udacha deydi-yu. Misol uchun men qarayman, siz yutgan, sizga yutqizgan bola birinchi jahon chempioni bo'ldi-da. Bu qaysidir ma'noda sizni bir yutug'ingizmi deyman-da. Bu siz как finalist, как minimum как finalist desa ham bo'ladi-da. Bu nimada? Sizga yutqizib, nijniy setkadan hammani yutib chiqdi-da u bola. Shuni Nodir mana yutdi, zavqt polfinal. Oson emas edi uni soperniklar. Конечно. Lekin u yog'iga o'zini o'yinini ko'rsatdi, chiroyli o'yin ko'rsatdi. Sidorov bilan o'yinlarda qanaqadir bir ozgina недоразумение bo'ldimi? Endi nima deydi, aka-ukani o'rtasida bo'lib turar ekan unaqa narsalar. O'yin paytida bir-birimizni sal noto'g'ri tushundik, yo'q, lekin keyin u yog'iga. Shtraf masalasi bo'ldimi? Nima sabab bo'ldi? Shunaqa. U joyda shtraf qilganda men shtraf bo'ldimi deb so'raganimga, o'sha o'rtog'imga ozgina tegib ketib qoldi u narsa. Tegib ketib qolib, ko'rib turibsan, shtraf bo'lgan edi. Men aytdim, yo'q, men ko'rmayapman dedim. Ko'rmaganim uchun so'radi. Tasdiqlash uchun so'radim. Ming bor uzr, lekin agar senga ko'ningga tegan bo'lsa deb, shu qanaqadir momentlar uni ham meni ham nima deydi, sal o'yindan uzoqlashtirib qo'ydi-da. Shunaqa. Ko'proq menda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Asabiylashdi. O'yinda bo'lmasam o'yinda men asabiylashishim qiyin-da.
juda qiyin asabiylashishim. Hayolimda nimani hisobiga asabiylashdim? Neужели mani shu o'rtog'im menga ishonmay shu ishni qilyapti? Menga qilyaptimi shu narsani? Chunki aytaman, Aleksandr Sidorov bizning uyda mehmon bo'lgan, onam bilan taniydi, oilamni taniydi. Shu chempion miri bo'lganda ham gostinitsada bitta xonada turganmiz. Chiqib balet qilib bu qilgan. Aytmoqchi bo'layotganim, anu prosta anu bugun ko'rishdi, bo'ldi, shu bilan boshqa yo'q. Necha yillik anu qadrdonmiz. Endi shunaqa bo'lib qoldi Alisher aka. Menga ham bitta dars bo'ldi, shu men bitta narsani o'zim uchun bildim. Stolni tepasida turgan, o'zi menga ustozim aytardi u narsani. Stolni tepasiga farqi yo'q, akang bo'ladimi, ukang bo'ladimi, xolang bo'ladimi, turdimi, bo'ldi, sen uni yutishing kerak dedi. Chunki sen ham yutmoqchi tagjilik. Demak, shu stolni tepasida faqat yutish kerak ekan, aka-ukachilikni yaxshilab tashlash kerak ekan. Men uchun bitta dars bo'ldi deb Alisher. Shu narsa bizni mentalitetimizda bor narsada. Bor. Aka-ukachilik degan o'zbekchilik deydi. Shunaqa. O'sha narsani действительно yo'qotish kerak. Чтобы bir narsaga erishish uchun shunaqa жесткий yondashish kerak deyapsiz siz. To'ppa-to'g'ri, shunaqa. Endi aka, top 5 ta O'zbekiston o'yinchisini aytdingiz. Top 5 ta umumiy mana shu SNGda deylik. Nadanniy moment. Nadanniy moment. Abramov, Volodin, Lepshakov. Uchta bo'ldimi? Aziz. Yana kim? Hech kim kelmayapti. Krish, конечно, Krish. Endi so'raganim, nadan deganim, Sergey Krijanovskiy oldindagi aktivni emasdi. Chunki hozir boshqa qilyapti, bilyard tashlab qo'ygan, o'shaning uchun kallamga kelmadi. Lekin top mashilada. O'sha top o'yinchilar 5 tasini aytdingiz, hammasi bilan o'ynaganmisiz? Krish bilan o'ynaganman. Abramov bilan o'ynaganman. Volodin bilan o'ynaganman. Aziz bilan hammasi bilan o'ynayapman. Hammasi bilan o'ynagansiz. Yutganmisiz ularni? Krijanovskiy bilan bir marta o'ynaganman. Kubok Kremlda yutganman. Abramovnimi yo Krijanovskiy? Abramovga yutqizganman. Vedex degan turnir bo'lgan, yutqizganman. 5-0 yutqizganman. Lekin har bitta partiyamiz juda bir testni bo'lganda. Yaqin. Juda yaqin bo'lgan. Uni o'z intervyusida ham bor, aytishgan, qaysi o'yin sen uchun anaqa bo'ldi. Mana shu Qo'chqorov bilan o'ynaganimda bilaman, shu bitta sharli o'yinda u ham juda qattiq o'ynaydi, krepki o'ynaydi. Agar men bo'lmaganimda Jamol скорее всего shu finalgacha borgan bo'lardi, chunki men o'yinini bilaman. Men endi o'sha kuni deyapti, men Jamol bilan juda zo'r o'ynab o'rganman deyapti. O'shaning uchun agar bu degani Jamol bilan yana 10 marta o'ynasam, har bittasida 5-0 yutadi degani emas. Orasida yutqizaman ham, yutaman ham. Har partiyamiz juda bir testni bo'lganda o'zi yetdi. Hop, Aziz bilan o'ynaganman. Aziz bilan shu Qozog'istonda turnirda o'ynadim, o'tda yutdim. Volodin bilan 2 marta o'ynaganmiz. Bitta yutib, bitta yutqizganman. Lepshakov bilan ham turnirlarda ko'p o'ynaganmiz, turnirda. Ko'proq menimcha u yutgan. Kamroq men yutganman. Nima yutganman? Kommersiy o'yinlar o'ynab turasizmi? Kommersiy oldin ko'p o'ynaganman. Hozirchi? Yo'q, hozir. Hozir o'ynamaysiz. Hozir yo'q. Orada o'zimni prosta qaysi o'rinda turganimni, o'zimni qanaqa his qilayotganimni, shunda ham bir nima deydi, cho'mchagimga zarar yetkazmaydigan, o'zimni shaxsiyatimga tegmaydigan, mana shu pul bundan ko'ra kiyinsam bo'lardi demaydigan pul bo'ladi-yu, misol uchun $200 $300 yaxshi zo'r sportsmen bilan o'ynab ko'raman. Mayli shu dunyoning eng zo'ri bo'lsa ham o'zim uchun, o'zimni sinash uchun o'ynab ko'raman. Siz uchun eng обидный проигрыш, eng обидный yutqizganmisiz kimgadir? Misol uchun sizga как подсказка, Suhrobdan so'raganimda Andijonlik Shuhrat aka degan odam bilan o'ynagan ekan. 4-1 ga partiyam yutayotib, 7-1 dan yutqizib, o'sha o'yinda yutqizgan ekanda. O'sha yerda bo'lganmiz. Bizning bilyardniydi bo'lgan. Shu juda shunga o'xshagan bir proigrish bormi esingizda qolgan? Yo'qmi unaqa? Hamma narsani to'g'ri qabul qilaman, bo'lishalik. U narsani ushlaysiz o'zingiz, обидный proigrish deysiz-ku.
qachondir o'sha narsa bor, proyeksiya bo'lib yana всплывать qiladida, yutayotgan paytingizda Повтор kallangizda aylanib bo'ladimi? qoladi, повтор bo'ladi. O'shaning uchun men uchun yutqizuv ham yutuvdi. O'zim uchun, hop, men bitta demayman, men bunaqa qildim, men bunaqa qilishim kerak deyman-da, uyga borib, menga u xatolarimni ko'rsatib berardi. Naborot, xatoyimni ko'rsatadi-da o'sha o'yin. Men borib o'sha narsani keyin ustida ishlayman. O'zingiz uchun dostoyniy, eng серьезный raqib deb kim bilasiz? O'zbekistonda. Bitta deb bo'lmaydi. Bitta bunaqa hammasi zo'r. Hammasini o'zining stili bor. U stilga Sizga неудобный соперник. Yo'q, menga неудобный соперник yo'q. Men неудобный соперник o'zimga o'zimman. Неудобный соперник. Suhrob ham xuddi shunaqa javob bergan. Неудобный соперник. Men predelni chestimman-da siz bilan. Ko'pchilik u nima deydi? Hozir men aytasiz, Suhrob ham aytdi deb. Ko'pchilik internetda eshitib olib, nimadir qilib gapiradi deb повтор qiladi. Men действительно shuni, men bilaman-da uni sabablarini. Chunki psixologiyani o'qiganman. Ustozim bo'lgan psixologiyani. U narsani men tushunaman, tushunganim uchun gapiraman. Просто tak emas, ko'pchilik eshitib olib yoki kimdirlardan anaqa qolib, o'zimga o'zim sopernikman, sharlar bilan o'ynash kerak, unaqa qilish kerak. Yo'q, men u gap emas, men asosan bor-da u narsaga. Yo'q, to'g'ri. Misol uchun любой eng katta olimpiy chempionlardan, misol даже Mike Tyson, misol men boksga nimaga yaqin savol beryapman. Boks siz uchun haligi yot narsa emasligi uchun-da. Misol любойga berilgan savolda shu savol eng qiyin raqib yo bo'lmasa qiylangan kim bilan urushgansan deganlarga javob beradi-da. Shu bilan bir qiyin bo'lgan yo bo'lmasa shu menga неудобный соперник deganga o'xshagan savolda. Buni to'g'ri, sizni yondashingiz ham qaysidir ma'noda to'g'ridir, lekin shu 28 yillik karyeringizda, misol uchun 28 yil lyubitelskiyda qo'shmasak 2009-yildan beri professionalniy bo'lib kelayotgan bo'lsa, misol 10 yildan ko'p bo'ldi-da, misol. O'sha davomida kim bilandir bir qiynanib, bir qaysidir ma'noda bir esingizda qolgan shunaqa o'yin bo'lmagan. Qiyin o'yinlar shu Nodir bilan bo'lgan. Nodir bilan o'sha Shuhrat bilan bo'lgan. Chunki ular ham o'zini nima deydi, pikovый возможностьda bo'lganda, o'zini eng pik paytida bo'lganda, men o'ynagan paytlarim. Yutardim, yutqizardim. Juda qiyin bo'lardi. Men baribirga o'ylaymanki, ko'proq odam o'ziga bog'liq, u narsa psixologiyasiga bog'liq. U ana spokойно yurish u emas, o'sha kallada-da. O'zingiz nimaga ishonsangiz, o'sha narsa bo'ladi-da. Agar siz u odamni yutishingizga ishonmasangiz, yuta olmaysiz hech qachon. Kuniga 20 soat trenirovka qilmaysizmi? Vera bo'lish kerak-da. Vera, ishonch. Bilishingiz kerak, nimaga u narsani qilayotganingiz. O'shanda bo'ladi-da. Bizda kommentariylarda juda ko'p savol berishdi, haligi qoldirishdi kommentariy. Shahzod Mamirov haqida. Nimaga sborniyda emas? Sborniyga chiqadigan urovenda u bola deb ko'pchilik yozdi. Men misol uchun shogirdmi? Nimaga u bola? Endi sabablari bor. Mana shu chempionat meriga Jallobodga ketayotganimizda aytdim bo'lmasam. Aytganmisiz? Xohlasang yursam, aka juda с удовольствием borardim dedi. Hozir imkonim yo'q deb borishga. Finansiy emas dedi. Vaqtda imkonim yo'q dedi. Chunki yaqinda uylandi. O'shanga harakat qilyapti, farzand, yana nimadir, vatan, yana nima, tijorat, u xullas qayoqqa nima qo'lidan kelsa o'zini uryotibdi-da, qayerdan o'xshayapti, qayerdan o'xshamayapti. O'shanga bu aka bu kalla bilan men bora olmayman. Bo'lmasam tayyormas, moralni tayyormas. Shunaqa. Ya не смогу aka. O'shaning uchun ham bormadim. Tushunadi. Men bilmagandim bu bola taklif qilinganini. Agar o'zi gaz qilgan bo'lsa, ko'pchilik ko'rib turganlar, u bolani ham nimali fanatlari bor ekanda, ko'p ekan. Zo'r o'ynaydi. Ko'p juda misol Suhrob bilan bo'lgan suhbatimizda 100 taga yaqin adashmasam kommentariy bo'ldi. В основном siz bilan o'sha Shahzodni taklif qilishimizni rost ko'pchilik so'radi-da. Xudo xolasa qilamiz uni ham taklif. Gaplashdim men. Gaplashdim, men taklif qildim. Xudo xolasa aka ozgina vaqt bersangiz kelaman dedi. Shunaqa. O'zi Toshkentga kelish niyati bor. Bir yo'li ko'chib kelishimi? Yo'q, ishlar bilanmi? Aka, Xudo xolasa ozgina ishlarim bor, o'shalarni bitirib olsam, oldingizga kelaman, trenirovka qilaman.
o'sha sportivniy karyeramni yana восстановить qilmoqchiman aka. Katta probel bo'lib qoldi. O'shanga nima deysiz dedi. Meni eshigim har doim ochiq dedim. Yaxshi insonlar uchun men eshigim ochiq Alisher. Men shunaqa insonman-da. Tim bo'lib talantli bola. Talanti bor. Talanti bor. Men unga rosa gapirdim. Unga Nurbekga gapiraman. Sizlarga Alloh taolo boshqalarga nisbatan 1% bo'lsa ko'proq talant bergan. To'g'ri, talantni o'zi bilan uzoq keta olmaysan. Mehnat. Обязательно mehnat, трудолюбие дома. То есть талант умноженный на тренировки и будет вот эта гремучая смесь deydi. Lekin sizlar isrof qilyapsizlar dedim. Vaqtinglarni, talantinglarni Alloh tarafdan berilgan sizlarga bir ne'mat deb yani. Isrof qilyapsizlar. Uni o'to'rdim. Ertaga shunga ham javob berasizlar dedim ularga. O'sha boyaga aytgan gapimda определённый bitta уровеньga chiqib bolalar to'xtab qolgan. Kibr-ku. O'shada Kibr Alisher. Совершенству нет предела de. Men o'shaning uchun ham menda o'xshasa o'xshamasa ham odamlar gapiradi ras orqamda bilaman. Nima keragi bor, ya'ni nima qilmoqchi bu? Bundan ortiq nima keragi bor? Inson o'zini sohasini yaxshi ko'rmasa, yaxshi ответственный qaramasa bu rezultat bo'lmaydi. Bo'lmaydi. 100%. Jamolni aka, kiy masalasi bo'yicha ko'pchilik savol bergan. Kiyda umumiy o'zi umuman qanaqa standartlari bor, nimasiga ahamiyat berish kerak? O'sha narsaga bir to'xtalib o'tsak ekan. Misol uchun bizda bu yerda bitta ukamiz bor. Bir $2000, $3000 yaxshi kiylari bor, lekin u kiyda o'ynamaydi. Shkafga ilib qo'ygan, haligi Apshkovskiy oddiy $100 kiyda o'ynaydi. Отдельно qilib o'sha hech kimga bermaymiz, o'sha kiyga tushib qolganda, qo'llariga tushgan. Qo'llariga tushgan. Shunga nimaga ahamiyat berish kerak? Shunga narsaga bir to'xtalib o'tsak. Alisherga hozir sizni ishxonangizda bo'layotgan narsani aytayotganingizni mana shu hayotimda o'zim ko'rib bo'lgan bitta voqea bor. Agar yo'q demasangiz, fikratsa aytib beraman. Da, конечно. Sergey Krijanovskiyni hamma taniydi. Rostovda Kubik Savidiyda Samuray degan bilyardningizda musobaqadan keyin yig'ilishib, o'sha yerda trenovka qilib, har kuni xullas o'sha yerda o'tirardi. Sergey oldimga kelyapti, Jamol deyapti, "Meni cho'pni ko'rgin" deyapti. Qo'limga olma, bitta kolodniy, o'sha Apshkovskiy cho'p faqat 2 ga bo'linadigan ekan. Ha, ko'rdim, nima qilish kerak? Urib ko'rgin dedi. Urdim, действительно cho'p yaxshi uryapti. Agar yo'q demasa, endi biladi, постоянно instrumentlarim oldimda, nakleykani o'zgartirib ber, u bu. Xullas, nakleykani o'zgartirib berdim, urib ko'rdi. Jamol dedi, "Mana shu cho'p qo'limga tushdi, o'zim bilan olib ketaman" dedi. Qara, o'zingga qo'lingga tushgan bo'lsa, olib ketur dedim. Xullas, vaqt o'tdi, telefon qilyapti, Jamol deyapti, "Totkiya zabral, azgincha anaqasini, parametrlarini o'zgartirdim, sal kestirdim, shlikovka, xullas tuning. No, o'sha $50 kiy. Nima deb o'ylaysiz? 2018-yil Surgutda jahon chempionati bo'lyapti, finalda Artyom Balov bilan o'ynayapti. 7-0 yutyapti, o'sha kiyda o'ynagan. Yo'q. O'sha kiyda $50 kiyda jahon chempioni bo'lgan. U gapni men nimaga aytayapman? Alisher aka, kiyni to'g'ri, определённый narx-navoni oladigan bo'lsangiz, именно o'sha segment, byudjet, sal qimmatroq, уже premium klassda o'tda по-любому yaxshi kiy ajralib turadi. No, birinchi o'chirtda men bizani shu bilyardni yaxshi ko'radigan lyubitellarimizga, shu obunachilarimizga beradigan maslahatim, daraxt men kesib tashalgandan keyin ham tirik bo'lib turadi. Uni energetikasini sezadi. Qo'lingizga olganingizda o'zi bilishingiz kerak, o'zi seziladi. Vah, bilan mana shu kiy hal urmasingizdan. Eshitgan bo'lsangiz kerak, kimdir olib turib, "Bilan qo'lim ham zo'r ekan." Menimcha o'zingizdan hayotingizda u narsa bo'lgan. Shu avvalambor qo'lga kiy tushish kerak, u bir. Keyin parametrlar 80%, 90% odamning qo'liga tushadigan standart. 1.60, 1.61 uzunligi. Balans 43, standartniy balans. Yana nima desa bo'ladi? Slishkim qalin ham, ingichka ham bo'lishi kerak emas kiy. Uchi 12.8, o'rtadagi skrutkasi 18, xvat 24, 25 plus minus shunaqa. Yana nimasiga e'tibor qilamiz? Nakleyka, lyubitelligi boshidan va Jamol nima nakleykada o'ynayapti, Nodir nima nakleykada o'ynayapti emas. Yumshoqrog'ini qo'yib, ozgina endi boshlayotgan odamlarga o'ynab, tushib olib, kiyib, katka qilib,
keyin уже o'ziga nimadir nakleyka подбирать qilsa bo'ladi. Lekin sizni byudjetingiz позволяет qilsa, men любитель bo'lsangiz ham boshidan yaxshi kiy olishga, unda, конечно. Men prям пристально rekomendatsiya beraman, yaxshi kiy olish. O'shanga o'rganib borishingiz sirasi. Chunki o'zimni nechta shogirdim kelsa, почти hammasiga premium klassni kiy olib berganman. Premium klass degani bu 1000 dan u yoq, 1.5 ming, 2000, mana shuni 2000, 2.5 minggacha kiy olib berganman. Boshida tushunishmasdi. Okay. Salkam bitta mashinani puli. Nima qilasiz bunaqa kiy? Sen ol, o'ynab ko'r. Senda kelgan nima bilan solishtiradigan bir imkoniyat bo'lganda, o'shanda bilasan. Действительно shunaqa narsa bo'lgan. Kiylar kelgandan keyin bir 2 oy o'ynab, уже qo'lga tushib oladi. Kelib turib, faqat shu rahmat eshitganman. Okay, baraka toping, rahmat. Endi bilaman nimaga siz boshqa kiyda o'ynamaysiz, nimaga boshqa kiy qo'lingizga ham olmaysiz. Endi biz uchun yaxshi kiy mazasini. O'shaning uchun Alisher aka byudjetniki meni nazarimda, endi kimga qanaqa bilmayman, hozir endi sotuvlar barcha ko'payib ketdi. $250 dan $400 gacha bo'lgan kiy. Byudjetni variant. Ha, sredniy. Agar u yog'iga позволяет qilsa-da, конечно, 8 ming, 1.5 ming so'radi. Boshlanishiga shu 250 dan 400 gacha bo'lgan o'sha oralig'ida kiyib bemalol olib xarid qilsa bo'ladi. Shunda gapingizdan kelib chiqib beraman savolni. Naboykalarda o'zingiz qo'yasizmi siz? O'zingiz hech kimga qildirmaysiz? Yo'q. Masterlik ham bermayman. Единственное, nakleykani shu tagida stakani bo'ladi. Защитный stakan. Endi men uni o'zim nimaga qo'ya olmayman, chunki unga stanok kerak. Stanok kerak. Uni shu ustalarimizga borib qildiraman, lekin nakleykani yopishtirish, uni обработка qilish, kiyga uxot. Men endi maqtanmayman, просто siz savol berdingiz, gapga gap qo'shilib ketdi. Kiyga men uxot qiladiganimdaki, men qarang, O'zbekistonda men uchun unaqa odam yo'q deb o'ylayman. To'g'risi, men qo'limda kiyi уже почти 1.5 yildan beri o'ynayman. Olgan odam, aka qachon oldingiz yoki когда вы купили эти kiy deyshadi. Juda qattiq qarayman kiyga. Endi ko'pchiligiga balkim u narsa qanaqadir ham sal nima yovvoyiroq tuyuladi. Menda shunaqa, chunki bu narsa meni boqyaptimi? Nimaga men unga xud qilishim kerak emas? Zo'rini qilish kerak. Shunaqa. O'shaning uchun men imенно nakleyka almashtirish, nimadir kiyga xud polirovkasini o'zim qilaman, erinmay. Yaxshi. Zo'r savol javob bo'ldi aka. Endi o'yinda qonun qoidalari to'g'risida bir to'xtalib o'tsak, ko'pchilik kommentariyada rosa ko'p yozdi. Bizga ham kelishadi. Bizda vastalnom har bir bilyardxonada o'zi bir pravilada o'ynaydigan bo'ladi. Bizda ko'pchilik 2 da o'ynaydi. 3 ta, mabodo bir 3 ta kimdir o'ynab qolsa, sportni ustiga sport bo'ladi-da. Bu narsa shtraf, bu narsa shtraf emas. Endi o'sha narsa ko'pchilikga bir foydali bo'ladi. O'sha 2 bilan 3 ta farqini bir aytib o'tsangiz. Xo'p, 2 bilan 3 farqi shtraf polkadan stolga emas. Stoldan polkaga qo'yiladi. 3-pravilo, 2-pravilo. Agar siz 3-pravilda bo'ldi, 3 ta o'ynaymiz deb turyapsizmi? Boshqa detalniy hisoblarni agovorka qilmayapsizmi? Demak, 3-pravilo o'zini kuchida ketaveradi. Shtraf qildingizmi, stoldan polkaga qo'yib qo'yasiz. U birinchi. Sapernikni olib o'zingizga qo'yasiz. Sapernik shtraf qilsa, shunaqa. U birinchisi. Ikkinchisi, shtraf qilgandan keyin shunaqa holat bo'lib qolishi mumkinki, men shtraf yechganingiz bilan vaziyatni o'zi qiyin, o'tdan olib chiqib ketish qiyin yoki qanaqadir sharri o'tigirish qilish qiyin, pozitsionniy nimadir qilish qiyin. O'shanda siz shtraf qildingiz, men sizga galimni o'tkazib yubora olmayman. Shunaqa joyi bor. Alisher aka, shtraf qildingiz, shtrafni yechdim, yo'q, o'zi davom ettirib keting desam bo'ladi. Tushunarli. Uchinchisi, chujoy chiqib ketsa shtraf, faqat svoy emas. Chujoydan chiqib ketsa shtraf. Agar qarang Alisher aka, bu главный moment. Agar agovorka qilinmagan bo'lsa, lekin agovorka qilib oydinlik kiritishingiz mumkin. Chujoy chiqib ketsa shtraf emas, galla o'tkazib yuborish yo'q. Sharri polkadan stolga qo'yamiz, stoldan polkaga. Shunaqa joylarni o'zaro o'ynayotganingiz agovorka kelishib olsa bo'ladi. Bo'ladi. Lekin hisoblarni kelishilmadingizmi, uchinchi o'zini kuchida ketaveradi. Yana eng главный momentda 2-pravilada zona luzi degan narsa bo'lardi. Ya'ni 2 ta sharni qo'yganingizda 3-sharni oralig'ida agar sizni bitogingiz yoki oq sharingiz to'xtab qolsa, u zona luzi hisoblanadi. Demak, 2 ta bord bo'ldi degan anaqani anglatardi. Hozir u narsa yo'q, zona luzini olib tashlagan.
ikkinchi pravilada perekat o'zi bo'lardi. Agar bilsangiz. Любой sharingiz просто perekat bo'lsa bo'ldi. Uchinchi pravilda unaqa narsa yo'q. Agar sizni ikkita sharingiz bitta polovinada bo'lsa, stolda ikkinchi yarmida bo'lsa, urganingizdan keyin o'tgan sharingiz yo bortga tegishi kerak, yo bortga tegib o'tishi kerak. Shunaqa joyi bor. Yoki prosta perekat bo'lgan bo'lsa ham urgan sharingiz bortga tegmadi, bortga tegmadi. Bu yoqda ikkita bort bo'lishi kerak. Bu ham shtraf emas. Kelgan ikkita polovinada bo'lib qoladi sharingiz. Ikkita polovinada bo'lganda prosta perekat qilib qo'ya olmaysiz. Urganingizdan keyin yo o'sha yerda o'zida ikkita bort, yo bort perekat bo'lishi kerak. Bo'ldi. Hech qanaqa boshqa qiyinchilik yo'q. Lekin pravilada ko'p joylari bor, uni даже men bilmaydigan, uni o'qib chiqish kerak. Juda ko'p narsasi bor. Misol uchun mamlakat joyi ham bor. Shar tushirdingiz, sharga keyin tegib ketib qoldingiz. Shar tushirib bo'lgandan keyin hamma narsa to'xtab bo'ldi, lekin sharga tegib ketib qoldingiz. Shu payt tushgan sharingiz hisoblanadimi, yo'qmi? Shunaqa joyi bor. Akazisi движение to'xtab bo'ldi, shar tushib bo'lgandan keyin hamma narsa to'xtab bo'ldi, sharga tegib ketib qoldingiz, shtraf to'g'ri. Lekin u hisoblanar ekan. Shunaqa joylari bor ekan. Xullas nyuansi ko'p. Uni hamma narsani hozir efir vaqti ham yetmaydi. Hamma narsani to'g'risini esa men o'zim ham bilmayman. No, основной shu 90% har kuni uchraydigan narsalarni men menimcha qo'limdan kelgancha qulay qilib tushuntirib berdim. Keyin ko'p holat bo'ladi. Например, siz ikkinchi pravilada deylik. Чужой urdingiz. Xo'p. Чужой birinchi tushdi. Xo'p. Tushgandan keyin bitok chiqib ketdi ikkinchi pravilada. Xo'p. Shtraf bo'ladi 100%, lekin nariga tushgan shar hisoblanmaydi. Bitok chiqib ketmasdan turib tushdi-yu. Hali harakat to'xtamadi-yu. Harakat to'xtagandan keyin hisoblanadimi tushgan shar? O'shani sizga boya aytdim-da, shunaqa joylari ham bor. Ikkinchi pravilada ham. Menimcha ikkida ham bo'lsa kerak. Endi hozir bilmasdan turib yo'q narsani gapirmayman. Endi obunachilarimiz uchun internetda hamma narsa dasturli. Правила русского bilyardida kirsa, hammasi shunda faylda chiqib keladi. Bemalol uni o'qib, hamma narsa yozilgan, chizilgan, o'zi uchun o'rganib olsa bo'ladi. Jamolniki sizga qisqacha savollar bor. Mirzayev Moskovskiy bilyard bo'yicha qaysi biri предпочтениyangizni beradigan bo'lsangiz, o'sha familiyani aytib qoldirasiz. Mirzayev Nodir yoki Pirmatov Suhrob? Mirzayev. Mirzayev yoki Xatanov Ahror? Mirzayev. Mirzayev yoki Sidorov? Sidorov. Sidorov yoki Zuhriddin? Sidorov. Sidorov yoki Qo'chqorov? 50-50. 50. Bo'ldi, tushunarli. Endi aka, bu bilyarddan chekkaga chiqamiz. Bu savol, bu shaxsan o'zimning lishniy savolim. Как inson qatori desak ham bo'ladi, sizga beraman. Aka, qo'lingizda ikkita arqon. Bittasi g'urur, ikkinchisi insof. Ikkovidan bittasini по-любому qo'yib yuborishingiz kerak. Bittasini ushlab qolishingiz kerak. Qaysi birini qo'yib yuborgan bo'lardingiz? G'urur. G'ururni qo'yib yuborgan bo'lardingiz. Unga определение berib o'tasiz endi aka. Nima sababdan? G'urur bilan insof dedingizmi? G'urur bilan insof. G'urur chesti, to'g'rimi? Da. Insof? Bu insof. Endi shunaqa joylar bo'ladi, har doim ham bizani nima deydi, plan bo'yicha hamma narsa ketavermaydi. Hayotimda bo'lgan shunaqa narsa. Men praf bo'lgan joyimda ham akam uzr so'raysan deganlar. Aka, здесь моя честь, u desam. Yo'q, deganlar. Men akayman, shunaqa joy deganlar. O'shancha hayotda hamma narsa siz xohlaganingizcha paplanib ketavermas ekanda. Qayerdadir ham g'urur, qayerdadir ham chest, qayerdadir ham yana nimadir. O'shancha men uchun u to'g'ri chest kerakli narsa. Ko'p joyda ishlaydi. Agar qanaqadir ham vыбор bo'lib qolsa, o'sha chest dostoinstvo, men oilam uchun yoki yaqinlarim uchun joyi kelib qolsa, har doim emas. Uni men yolg'on gapirmayman.
Men kerak bo'lsa Chestin bilan ham xayrlasha olaman-da. Определенный holat bo'lib qolsa, iloyim unaqa holat bo'lmasin-ku. Bo'lmasin. Men xayrlasha olaman. Ikkinchisi aka, omad haqida. Sizga omad kelganmi yoki hali beri? Men bunaqa o'ylayman-da, Alisher aka, omad qachon keladi, qachon o'sha narsaga harakat qilsangiz. Men harakatdaman, kundan kunga o'sha omadni qanaqadir определенный nima deydi, foizi ko'payyapti deb o'ylayman. Lekin oilam bor, o'sha o'zim o'sha niyat qilib, yoshligimda va ayolim mamnaqa bo'lsa, xudo xolisa farzandlarim mamnaqa bo'lsa, mamnaqa ish qilaman, mamnaqa tarbiya beraman deb niyat qilganman. Alhamdulillah, shu Allohim shu niyatlarimga yetkazib, shu omadimni bergan. Shu o'zimga kerakli ayol, farzand, o'rtoqlarim. Yakras oila to'g'risida gapirdingiz. Keyingi savolim oila haqida edi. Farzandingiz xuddi sizga o'xshab bilyard sohasini tanlashini xohlarmidingiz? Agar o'zida vыбор bo'lib qolsam, Yo'q, sizda, misol sizda emas, o'g'lingizda emas, umumiy siz bosib o'tgan qadamda, siz sohangizda bo'lib qolsa qarshilik bildirmaysizmi yo xohlagan bo'larmidingiz shu narsani farzandingizga? Tushundim. Alisher aka, endi farzandim o'zi oldimga kelib, "Adajon, mana shu sizga o'xshab stol remont qilishni o'rganmoqchiman, sizga o'xshab professional o'yinchi bo'lmoqchiman. Nima deysiz menga? O'rgatasizmi? Shuncha yil qilingan mehnatlarni, olingan informatsiyalarni menga bera olasizmi?" desa, "Конечно, beraman, nimaga bermayman? Nimaga u xohlayotgan narsadan men uni mahrum qilishim kerak?" Yo'q. Lekin men o'zim erisha olmagan narsamni farzandimni men orqali, через farzandim orqali chempion miri qilib shu bilyarddan zo'r bo'lish kerak. Yo'q, bu noto'g'ri narsa. Chunki uni o'zini orzu havosi, balki u boksyor bo'lmoqchi, balki u biznesmen bo'lmoqchi, balki u переводчик bo'lmoqchi. U uni vыборida. Tushunarli. Oxirgi savolim. Yoshligingizda kim bo'lishni xohlagan, niyat qilgan so'zi bo'ladi. Har birimiz kimdir kosmonavt bo'lgisi keladi, kimdir tankist yo военный harbiymi? Kim bo'lishni orzu qilgansiz yoshligingizda? Endi shu maktab payti 1-sinf, 2-sinflarga chiqqach prezident bo'lgim kelardi. Prezident bo'lsam zo'r bo'ladi, mamlakat qilaman, xalqimga mamlakat qilaman deb shu narsani niyat qilganman. Niyatingizga yetsin. Jamol aka. Amin. Birinchidan kelganingizga katta rahmat. Vaqtingizni ayamasdan siz bilan suhbat davomida mana 2 soatga yaqin suhbat qilyapmiz, maza qildim. Obunachilarga ham qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. Endi oxirgi sizdan bitta iltimosimiz, bitta shu master klass ko'rsatib bersangiz shu bilyardda. Mayli, shundan to'xtatsak. Qo'ldan kelgancha harakat qilaman.
shuncha chempionatlarga qatnashgansiz. Maksimalniy priz eng ko'p yutgan summangiz. Mana shu liderda bo'lgan. Liderda bo'lgan. 8 mingmi, 7 mingmi, точно esimda. Общий 25 ming edi prizovый fond. Shu. 16 talikka kirdingiz Qirg'izistonda jahon chempionatida. Necha pul bo'ldi o'sha prizovый fond? 16 talikda? $600 mi? Shunaqa berishdi. $600 bo'ldimi? Chiqgan расходim chiqdi. Borib kelishlar. Как раз shunaqa pulga edi. Ano nimachi? Kommersiy o'yinda eng maksimalni yutgan pulingiz. 15 mingmi, 20 ming dollarmi shunaqa yutilgan. Bir kechada. Bitta raqam. Endi kimdirlar shu o'ynagan paytda 20 ming, 30 ming dollar bittada yutgan bo'lishi mumkin, keyin hayot mobaynida bir marta ham yutmagan bo'lishi mumkin. Menda 5 ming, 10 ming, 3 ming mana bunaqa juda ko'p bo'lgan. Endi gapiradigan narsa emas bu, o'zi to'g'risi o'zim ham bekitadigan narsa, shu narsa bilan yashaganman desam bo'ladi. Lekin hozir alhamdulillah u narsadan ancha uzoqdaman. Shuning uchun to'g'risi kommersiy o'yinlarni eslagan ham kelmaydi. Oldin bo'lgan endi u. Shunaqa. Hozir только turnir. Turnir, shu bolalarga dars berib, как trener, как ustoz, как nastavnik. Xullas shu o'zimda nima ilm bo'lsa, shuncha yil davomida yig'ilgan o'sha narsani shu bolalarga berish maqsad shu. Keyin bu bilyarddan tashqari o'zi ko'pchilik sportsmenlarda ikkinchi parallelniy biznesi bo'ladi. Sizda bironta biznes bormi bu bilyarddan tashqari? Yo'q, shu nima tirikchiligim bo'lsa, hammasi shu bilyardga taalluqli, shu kiyim, aksessuarlar, shu stolni olib kelveraman, kelgan. Endi firmam bor demayman, no uslugamiz bor. Imенно o'zimning komandam usluga bor. Yaxshi joylarni, ofislarni obslujirat qilamiz. Shu remontidan boshlab, har oy kelib, chistkasigacha, kiylarigacha qarab, u qilishga, shu xotlarigacha, shunaqa endi u joylarning nomini, familiyasini, otini aytolmayman. Yaxshi joylarni, shu uslugasini olib, shu okalarni shu joylariga qarab, u o'qiyveraman. Shunaqa uslugimiz ham bor. Tushunarli. Sizga katta rahmat, Jamol. Sizga rahmat, Alcherik. Suhbat qilib maza qildim. Rahmat, boringizga shukr. Xudo xolisi shu ishingizga rivoj, nima niyat qilgan bo'lsangiz, Alloh niyatingizga yetkazsin. Xudo xolisi yosh sportsmenlarni mana shu chiroyli podkastlardan kelgan shu bilyardni, shu boshqa narsani ham deylik, shu qimor emas, shu sport. Xudo xolisi ota-onalar ham ko'rib, aka-ukalar ham ko'rib, shu o'zini singlisi bormi, ukasi bormi, shu sportga xudo xolisi berib, chunki federatsiyamiz bor, ishlayapti, xudo xolisi aktivniy. Shu bilyardimizni popularizatsiya qilayotganingizga, qanaqadir hissa qo'shayotganingizga sizga ham Alcherik kattakon rahmat. Ishingizga rivoj, Alloh xayrlisini bersin. Rahmat aka. Keyingi podkastga kimni chaqirsam, kimni tavsiya qilasiz? Endi как медийный личность oladigan bo'lsa, скорее всего, Mamirov Shahzod, chunki ukamiz ham suhbatdan qo'rqmaydi. Ko'p sportsmenlar nimaga kelgisi kelmaydi? Suhbatdan qo'rqadi yoki slovarni zapasi cho'loqlanib qolgan. Shunaqa o'shancha uyalib qolmaydi deb kelmaydi. Ularni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. Lekin keyingisiga xudo xolisa shu Mamirov Shahzod chaqirsanglar, u ham nima deydi, международный уровеньda o'yinchi, ko'p narsani ko'rgan, eng qiziq kommersiyalarda o'yinda bo'lgan. Так что menimcha u bilan suhbat juda qiziqarli bo'lsa kerak deb o'ylayman, xudo xolisa. Katta rahmat aka. Ko'rishguncha. Sog' bo'linglar, rahmat.